Bizda futbol yangiliklari. Diqqat, Ronaldoning bu goldan hamma hayratga tushdi. Ronaldo noyob natija qayd etdi. Bugungi dasturimizda Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va video roligimizga like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz boshladik, bir-biringizga hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Futbol bo'yicha Elit Osiyo Chempionlar Ligasi doirasidagi An-Nasr va Istiqlol o'rtasidagi bahs 10-mart kuni dushanba kuni bo'lib o'tdi va unda riyodliklar 3-0 hisobda g'alaba qozondi. An-Nasrning ikkinchi golini Cristiano Ronaldo penalti orqali kiritdi. Shu tariqa portugaliyalik futbolchi 30 yoshdan keyin kiritgan gollari soni 464 taga yetdi. Umuman olganda hujumchi butun faoliyati davomida 927 golni kiritgan bo'lsa, shulardan 463 tasi 30 yoshgacha va 30 yoshdan keyin esa 464-marta raqib darvozasini ishg'ol qildi. Cristianoning Istiqlol darvozasiga tepgan 11 metrli jarima to'pi faoliyatidagi 204-penalti sifatida qayd etildi. Futbolchi ushbu jarimaga zarbalarini 173 martasini aniq amalga oshirgan bo'lsa, 21 marta nuqtadan adashgan. 40 yoshni qarshilagan futbolchi faoliyatini tugatish niyatida emas, aksincha u yangi marralarni ko'zlamoqda. Yaqinda Ronaldo 1000 ta gol urmoqchi ekanini ma'lum qilgan edi. Hozirda bu natijaga erishish uchun atigi 73 ta gol qoldi. Ma'lumot uchun, joriy mavsum portugaliyalik hujumchi Saudiya chempionatining 23 ta o'yin o'tkazib, 18 ta gol va 3 ta assist muallifiga aylangan. Uning klub bilan shartnomasi 2025-yilning yoziga qadar amal qiladi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, video roligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosing va do'stlaringizga tarqatib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.